qo'limizdan kelishidan ortig'ini ham qilishga tayyor edik. Hatto men shu kunlarda 13 kun komada yotgan bo'lsa, qo'limdagi bor narsani berish, qolaversa o'zimni jonimni ham berishga tayyor edim. Shu Germaniyadan ham mana samolyot tayyor edi, shu meditsinskiy samolyot. Xitoyda ham tayyor, Pekinda turibdi samolyot, tayyor turdi. Eng kuchli nevroxirurg keldi. Ming rahmat. Bir sutka biz bilan turdi, rosa harakat qildi, shuni samolyotga yuklab o'sha olib ketish uchun imkonini qidirdi, lekin imkoniyat bo'lmadi. Rossiyadan ham keldi, imkoniyat bo'lmadi. Eng kuchli dunyoning nevroxirurglari ham bizni shifokorlarni kamchiligini topa olmadi, faqat e'tiroz bildirishmadi, lekin faqat qo'shimchalar kiritishdi. Holatdan chiqib ketishga harakat bo'ldi, lekin ojiz bo'lindi. Alloh shunaqa umrini qisqa qilgan ekan qizimizni.